Men bu soha eshigini 30 yoshimda taqillatdim. Boshqalar kech emasmidi dedi. Men esa o'yladim, kech bo'lishi mumkin, lekin men endi tayyorman. Assalomu alaykum, payshanba tongingiz xayrli bo'lsin. To'g'ridan. Uyqusiz tunlar, kutilmagan safarlar, noodatiy qahramonlar, tongda barcha tashvishlaringni unutib, tabassum bilan qarshilangan efirlar. Andijon shahrida sportning qo'l jangi turi bo'ldi. Jonli efir mashaqqati, lekin bu sen uchun mashaqqat emas. Charm qo'lqop ustalarining yuqori mahorati va qat'iyatliligi jahon sport jamoatchiligi tomonidan e'tirof. Seni bu sohada faqat va faqat muhabbat ushlab tura oladi. Har bir efir, reportaj, intervyu tayyorlashga kirishar ekanman, bir haqiqatni qalban his qilaman. Ba'zida eng to'g'ri vaqting aynan kech bo'lib ko'ringan paytda keladi. Favqulodda sodir bo'lgan hodisalar yuzasidan tezkor munosabat va sharhlar. Sizchi, siz qaysi sohada faoliyat yuritasiz va u sizga yoqadimi? Bizda hozircha shular. Sevimli telekanaldan uzoqlashmang, ko'rishguncha.